Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mavlono Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi o'zlarining muhabbatning 40 qoidasi, ya'ni 40 qoidasida, ya'ni aslida bu narsalar o'zotda o'sha maqolot degan kitoblari bor. Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi shu maqolot aslida u ham suhbatlardan iborat. U o'sha shogirdlari yon atrofidagi kishilar yozib olishgan, shulardan o'sha nima deydi, siqib chiqarilgan o'sha asosiy qoidalar o'sha 40 ta qilib belgilangan va o'sha muhabbatning 40 yo'rig'i deb keltirilgan shu narsalar. Endi u zot aytadilarki 26-qoidada koinot bir tan, yagona borliqdir. Har bir narsa ko'rinmas iplar bilan bog'langan. Ehtiyot bo'l, hech kimga ozor berma. Boshqalarning hech bo'lmaganda sendan ojiz bo'lganlarining jonini o'rtama. Unutma, dunyoning narigi tarafida yolg'iz bir insonning qadari butun insoniyatni baxtsiz qila oladi. Va bir kishining saodati hammaning yuziga xursandchilik keltira oladi deydilar. Ya'ni haqiqatan teran mushohadaga undovchi, haqiqatan teran mushohadaga undovchi bir buyuk hikmatlardan biri haqiqatan. Ya'ni koinot tasavvufda ayniqsa yagona borliq hisoblanadi. Va bu yagona borliqda insonning o'rni albatta o'sha bir katta bir sayyoralar kabi insonning o'rni ham alohida ahamiyatga ega. Ya'ni tasavvufda koinot haqiqatan yaxlit bir mavjudot sifatida qaraladi. Jonli narsalar bo'lsin yoki jonsiz narsalar bo'lsin, hammasiga Alloh taoloni yaratganligi, u bilan Alloh taolo bilan u yaratgani o'rtasida bog'liqligi borligi uchun ham shu sababli ham ahamiyatli hisoblanadi. Koinotdagi har bir narsa. Va inson esa o'sha koinotning bir parchasi. Endi bu shunaqa bir-biriga ulangan iplardan iboratki, inson o'sha koinotning bir parchasi o'laroq bu yerda ko'rsatayotgan o'zini tutishi, boshqasi butun koinotga ta'sir qila olishligi bu yerda aytilyapti. Ya'ni bu tasavvufda vahdatul vujud deyiladi. Ya'ni u yagona mavjudlik. O'sha butun bir butunlik va o'sha butunlikda o'sha inson ham koinot ham hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanligi. Shuning uchun bir insonni qilgani, amal qilgani, bir narsa amal qilganligi boshqalarga ham ta'sir o'tkaza oladi. Endi o'sha ko'rinmas iplar deganda bu o'zaro bog'liqliklar. Insonlarning orasidagi o'zaro bog'liqliklar. Bu narsalar o'sha Alloh taolo shu ko'rinmas iplar bilan bog'lab qo'ygan bizni. Bu narsa nafaqat bizda, insonlarda, balki odam tabiatda ham bor, hayvonlarda ham bor. Va mana shu ko'rinmas iplar, ko'rinmas bog'liqliklar bizni butun bir borliq qilib turadi. Butun bir yagona bir mavjudot hisobida barchamizni bitta bir tandek saqlab keladi bu narsalar. Masalan, siz kimgadir ozor beradigan bo'lsangiz, bu ozor uni o'ziga emas, balki uni atrofiga ham ta'sir qiladi. Masalan, hozirgi mamlakatlar urushlari, davlat urushlarini qaraydigan bo'lsak, bir inson orqali bo'lyapti. Ya'ni haqiqatan bir inson tufayli katta bir jamiyatlar parchalanib ketyapti. Bir insonning qarori tufayli, bir insonning baxtsizligi tufayli ham qanchalab insonlar baxtsiz bo'lib ketyapti. Masalan, ikkinchi jahon urushlarini olaylik yoki boshqa katta urushlar, janglar, boshqalar qarasak, hammasida haqiqatan o'sha bir insonning baxtsizligi yotadi. Bir insonning ichidagi mol dunyoga xirsi, mana shu narsalar butun bir jamiyatga ta'sir qilgan. Yoki bir insonning saodat topishini qaraylik. Bir insonning saodat topishi butun bir tarix yo'nalishlarini o'zgartirib yuborgan. Bir insonning o'zgarishi deydi o'sha faylasuf olimlardan
butun bir jamiyatni, butun bir davrni, zamonni o'zgarishligigacha olib kelishi mumkin deyiladi. Masalan, o'sha 5-6 asrlarni qaraydigan bo'lsak, butunlay jaholat botqog'iga botib ketgan bu dunyo yer yuzi shunday bir jaholat botqog'iga botib ketgandi. Arablar johillikda, bu tomonda Rum imperiyasi, Fors imperiyasi yoki Yunonlarni qaraydigan bo'lsak, afsonalarga ishonib yurgan shunday bir botqoqlikda, shunday bir xunrezliklarda, shunday bir jaholatda yashayotgan odamlar bir insonning hidoyat topishi va Alloh taolo tomonidan buyurilgan bir risolat tufayli butun yer yuzi haqiqiy nurni ko'rdi. Haqiqiy poklikni, haqiqiy soflikni ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tufayli qanchalab o'zgarishlar sodir bo'ldi. Xuddi shunday u zotga ergashgan olimlarni qaraydigan bo'lsak, har 100 yillarda keladigan, har 500 yillarda keladigan, har 1000 yillarda keladigan mujaddidlarga qaraydigan bo'lsak, qanchalab o'zgarishlar sodir qilishdi. Ya'ni haqiqatan mana kitoblarini o'qiyapmiz, boshqa butun bir jamiyatga ta'sir qilyapti. Mavlono Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhini olaylik, masnaviy ma'naviylari qancha bu ruhiy ozuqalar berib insonlarni dunyo qarashlarini o'zgartirib yuboryapti. Necha asrlardan beri bo'layotgan narsalarda. Demak, bir insonni baxtsizligi esa mana bir insonni o'sha qalb butun bir jamiyatga yetkazgan zararlari tufayli mana 150 yildan ortiqki bizi bu Turkiston mintaqamiz, Mavaroun Nahr mintaqamiz ilm bilan, taqvo bilan yuzaga chiqqan, ilm bilan, taqvo bilan eng oliy martabalarga chiqqan bizning tuzumimiz, jamiyatimiz qanday parokandalikka yo'l tutdi. Mana 150 yildan o'tdiki, biz o'zimizga hanuz kelishimiz qiyin bo'lyapti. Ya'ni ona shunday narsalar bu haqiqatan bir inson tufayli yoki bir necha insonlar tufayli bo'layotganligi va bu narsalar bir-biriga bog'liq ekanligini mana hayot o'zi isbotlab turibdi. Endi u zot ya'ni hech kimga ozor bermasligini aytadi. Tasavvufni mohiyati ham aynan shu. Ya'ni Alloh taoloning rahmati bor. O'sha rahmatiga oyna bo'lishlikni tasavvuf buyuradi. Mana shu narsani targ'ib qiladi. Ya'ni Alloh taoloning rahmati, Alloh taolo meni rahmatim hamma narsadan kengdir degan. Ya'ni shu Alloh taoloning rahmatiga oyna o'laroq inson o'zini tutadi. Oyna o'laroq qalbini tutadi. Mana shu tutishlik, o'sha rahmatni bir ko'rsatishlik mana bu tasavvufning mohiyatlaridan biri hisoblanadi, shubhasiz. Ya'ni bu narsalar har bir narsaga rahmat bilan qarashlik, har bir narsaga mehribonlik bilan qarashlik, zulm, ozorlardan chetlanishlik, bu o'sha nafsning kurashlari bilangina sodir bo'ladigan natijalardir. Endi o'sha aynan insonning qadri, insoniyatning qadri demak shu darajada balandki, har bir inson Alloh taoloning bir omonati. Alloh taolo o'sha yaratgan mahluqotlar chumoli bo'ladimi yoki chumolidan ham kichik hasharotlar bo'ladimi, barchasi bilan Alloh taoloning o'rtasida muloqot bor. Barchasi bilan Alloh taoloning o'rtasida bog'liqlik bor. Endi inson esa, inson o'zi bir koinot, o'zi bir olam. Mana bu olamni parchalab yuborishlik, unga zulm o'tkazishlik, unga noto'g'ri rakursdan qarashlik, mana bu narsalar esa bir o'ziga emas, balki butun atrofiga, hamma narsasiga nima qilar ekan, ta'sir o'tkazar ekan. Demak, bu yerda Mavlono Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi aytayotgan narsalar, ya'ni dunyoni narigi tarafida yolg'iz bir insonni qadari butun insoniyatni baxtsiz qila oladi deganlari haqiqatan bitta masalan Chingizxonni kelishi, Mo'g'ullarni kelishi qanchalab bir jamiyatlarni o'zgartirib parokanda qilib yubordi. Yoki aytaylik Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni Hindistonga borishligi, u yerda islomni yoyishligi, u yerda odob axloqni yoyishligi, bu qanchalab u joylarni o'zgartirib yubordi. Haqiqatan biz o'ylaymiz, men faqat o'zimman, o'zimga bo'lsin yoki dunyoda xuddi o'zimizla
o'zimizdek yoki bir qarshimizda turgan insondangina yoki shu yashayotgan jamiyatimiz, oilamiz yoki ishxonamizdangina iborat odamlar emas, balki butun koinot, yer u osmon, yulduzlar, oy, hamma narsa, jonivorlar va hammani Alloh taolo o'sha bir ko'rinmas ip bilan bog'lab qo'ygan aslida. Va bizdagi kechayotgan jarayonlar, bizdagi holatlar va albatta yonimizdagi atrofdagi odamlarga ta'sir o'tkazadi. Atrofdagi insonlarning holatlari ham bizga ta'sir o'tkazadi. Mana shunday bog'liqlik bor. Shuning uchun ham tasavvuf bizga o'sha muhabbat qilishlikni, Alloh taoloning rahmatiga oyna bo'lishligini, insonlarga ozor, aziyatlar yetkazmasligini, dilni parokanda qilmasligini, g'azab, nafrat, hasadlardan yiroq bo'lishligimizni va hayotimizni jannatga aylantirishligimizni, bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikka erishadigan bandalar bo'lishligimizni mana shu tasavvuf bizga ta'limlarini beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.